Savol: Ibn Taymiyaning qarashlari to'g'rimi? Ibn Taymiya ahli sunna val jamoa ta'limotiga zid bo'lgan qarashlarga ega bo'lib, olimlar tomonidan rad etilishiga sabab bo'lgan. Jumladan Imom Zahabiy diniy va fiqhiy masalalarda unga qarshi chiqqan bo'lsa, Ibn Hajar Asqaloniy uning noto'g'ri qarashlarini qo'llab-quvvatlamagan. Taqiyuddin Subki uning xatti-harakatlarini tanqid qilib, musulmonlar uchun halokatli deb hisobladi. Ibn Hajar Haysamiy uni adashgan, bid'atchi kishi deb atagan. Ixtiloflarga sabab bo'lgan ba'zi qarashlarni keltirib o'tamiz. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlarini ziyorat qilish maqsadida uzoq joylardan kelish mumkin emas, deydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning qabrlarini ziyorat qilishni qattiq rad etib, bu harom va gunoh amal deydi. U bu ziyoratni gunoh safari deb ta'kidlab, bunday safarda namoz qasr o'qilmaydi. Kim ziyoratga borishni nazar qilsa, o'z nazrini buzishi lozim bo'ladi, deydi. Ikkinchi, Ibn Taymiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlari yonida duo qilishni bid'at deb hisoblab, man qilishgacha borgan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida duolar maqbul bo'lmasa, qayerda qabul bo'lishi mumkin? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Ibn Taymiya tomonidan aytilgan yuqoridagi qarash va fatvolar uning ahli sunna va jamoa ta'limotiga zid qarash ekanligini bildiradi.